Bugun biz ob-havoning kutilmagan injiqliklariga tobora ko'proq guvoh bo'lmoqdamiz. Kunduzi quyosh ayovsiz qizdiradi, biroq bir necha soat o'tmay osmonni og'ir bulutlar qoplab, yomg'ir yog'a boshlaydi. Odatiy iqlim me'yorlariga unchalik mos kelmaydigan bunday keskin kontrastlar nafaqat oddiy aholini hayratda qoldirmoqda, balki soha mutaxassislarini ham jiddiy o'ylantirib qo'ydi. Sharoitimiz uchun tobora xos bo'lib borayotgan bunday gibrid ob-havoning asl sabablari nimada? Tabiatning bu qadar shiddat bilan o'zgarishiga qaysi omillar ta'sir ko'rsatmoqda? Bu hodisaning eng birinchi va to'g'ridan-to'g'ri sababi fizika qonuniyatlari bilan bog'liq bo'lgan kuchli atmosfera konveksiyasidir. Kunduz kunlari quyosh nurlari yer yuzasini haddan tashqari qizdirib yuboradi. Qizigan yer ustidagi havo massalari tezlik bilan yuqoriga ko'tarila boshlaydi. Agar shu vaqtda atmosferaning yuqori qatlamlariga boshqa hududlardan nisbatan salqin va nam havo oqimlari kirib kelsa, havo qatlamlari o'rtasida keskin harorat farqi yuzaga keladi. Natijada bor yo'g'i bir necha soat ichida bahaybat, momaqaldiroq va yomg'ir bulutlari yuzaga keladi. Kunduzgi jazirama qanchalik kuchli bo'lsa, undan keyin keladigan yomg'ir va shamol ham shunchalik shiddatli tus oladi. Bugun dunyo olimlari global iqlim o'zgarishi sababli atmosferadagi tabiiy sirkulyatsiya, ya'ni havo aylanishi izdan chiqqanini ta'kidlashmoqda. Ilgari yil fasllari va ob-havo navbat bilan muammosiz almashgan bo'lsa, hozir vaziyat o'zgargan. Atmosferada sun'iy turg'unlik paydo bo'lmoqda. Bunda ma'lum bir hududda kunlab anomal issiq havo to'planib turadi. Tabiat esa doimo muvozanatga intiladi. Shuncha vaqt yig'ilgan issiqlik energiyasini tarqatib yuborish va muhitni sovutish uchun atmosfera qo'shni mintaqalardan ulkan hajmdagi namlikni keskin tortib oladi. Oqibatda esa bir oylik yog'ingarchilik miqdori bir necha soat ichida yerga qo'yiladi. O'zbekistonning geografik joylashuvi keskin kontinental iqlimga ega, ya'ni okeanlardan uzoqda, quruqlik bag'rida joylashgan. Bu muhitda havo massalari juda tez harakat qiladi va o'zgaradi. Bir tomondan janubdan keluvchi issiq tropik havo, ikkinchi tomondan shimoliy g'arbdan kirib keluvchi salqin oqimlar aynan bizning osmonimizda to'qnashadi. Keskin ob-havo yirik shaharlarimizda yaqqol sezilmoqda. Buning ilmiy nomi issiqxona effektidir. Shaharlardagi zich beton binolar, cheksiz asfalt yo'llar va yashil hududlarning kamayishi kunduzi shaharni xuddi qattiq qizigan pechkaga aylantiradi. Asfalt va beton issiqlikni o'ziga yutib, tunda ham havoni sovutmaydi. Bu sun'iy ravishda yaratilgan termik muhit shahar uzra kuchli yuqoriga yo'naltirilgan havo oqimlarini hosil qiladi va aynan megapolislar tepasida shiddatli yomg'ir quyishiga zamin yaratadi. Bunday iqlim sharoitiga moslashish uchun biz shaharsozlikda drenaj tizimlarini tubdan yangilashimiz, suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishimiz va eng muhimi, atrof muhitni yashillikka burkash orqali tabiiy mikroiqlimni qayta tiklashimiz zarur.